Bolaligim Andijon viloyati Marhamat tumanida bo'lgan. 7 yoshimizda biz otamizdan yetim qolganmiz. Otamiz olamdan o'tganlar. Bitta opam, bitta singlim, bitta o'g'il ukam bor. Shular bilan birgalikda onamiz bilan hayot kechirganmiz. Oddiy kolxozchi oilasida nima etganman? Oddiy kolxozchi bo'lib ishlaganman birinchi. Keyinchalik Marhamat tuman elektr apparat zavodiga ishga kirganman. Elektr apparat zavodida brigadir vazifasini bajarib ishlaganman. U yerdan ishlab yurdim. Keyin taqdir ekan, taqdirim shu yoqqa nima etgan ekan. Bu kishi bilan, xo'jayinim bilan sanatoriyada ko'rishdik. Shu sabab bo'lib 2090-yil Buxoro viloyatiga kelin bo'lib kelganman. Buxoro viloyatiga kelin bo'lib kelganimdan 5 ta farzandim bor. Qarako'l tuman ko'zozlar jamiyatida ish faoliyatimni yuritdim. 5 ta farzandli bo'ldim. 5 ta farzandli bo'lganimdan keyin endi farzandlarimga qarashim kerak bo'ldi. Qaynona qaynotam uyimizni boshqa qilib qo'ydilar. Endi o'zimni oilamni o'zim yuritishim kerak bo'ldi. O'zimni oilamni yuritish uchun o'zim harakat qildim. Bolalarimni qaradim, boqdim, ularni yuvintirdim, kiyintirdim. Shu Qarako'l tuman ko'zojizlar jamiyatiga 2006-yil jamiyat raisi bo'lib kelganman. Bu yerga kelgandan keyin hamma joyda bir xarobo nima joyga kelganman-da. Bunaqa sharoit yo'q edi u paytlar. Sharoit juda qiyin edi bu yerda. Hamma joyini sekin-sekin yo'lga tushirdim. Yerlarini ochib ekin ekadigan darajaga yetkazdim. Xonalar xarob ahvollarda edi. Hokimiyatga ko'p murojaat qildim. Hokimiyatga qilgan murojaatim 15 yil mobaynida amalga oshdi. Xudoga shukr. Mana yordam berdilar. Ko'zozlar jamiyatini 2017-yil qayta qurishga erishdim. Qayta qurdik, hamma narsasini zamonaviy narsalar keltirdik. Respublika Oliy Majlisini 5 marta grant g'olib bo'lganman. Shu grant orqali jamiyatni boyitdik. Grant orqali hamma narsani kiritdik jamiyatga. Xudoga shukr, hozir eng oldi tumanlardan bo'lib nima etyapmiz. Odam ishlash uchun o'ziga mas'uliyat qo'yish kerak. O'ziga bir ishonch bo'lish kerak o'zida. Hamma narsani inson o'zi yaratib bilar ekan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Taraqqiyot tashkiloti bu bilan men 1 yildan o'tdi tanishganimga. 1 yildan o'tib nima etdilar? Shu nimaga ham qiziqish uyg'ondi-da bizda. Ana kutubxona rahbarimiz bor. Shunda ham qiziqish katta-da bunaqa narsalarga. Opa, keling shu narsaga ham bir nima etib ko'raylik deb maslahat berdi. Shu orqali ana shu tashkilotga ham qiziqish uyg'ondi-da, shu loyihada nima etdik. Bu grant asosida biz ko'z ojizlarga 350 dona brailcha kitob chiqartirganmiz. 250 dona sog'larcha kitob chiqarganmiz. 85 ta fleshkaga nima qilganmiz.
Bu kitoblarda men hamma bilish kerak, hamma eshitishi kerak, hamma o'qish kerak deb respublikani hamma viloyatlariga tarqatdim. Viloyatlarga taksi orqali yubordim, hammasiga yetkazib berdim. Viloyat kutubxonalariga ham yetkazib berdim. O'zimizni Buxoro viloyatini tumanlariga ham hammasiga yetkazib berganman. Keyin internet orqali butun respublika nimasiga tarqatib bo'ldik. Bu kitobni hamma foydalansin, hamma o'qisin. Kitobni chiqarib qo'yib qo'yishdan foyda yo'q. Kitobni hamma o'qib foydalanib, hamma o'z haq-huquqini bilsin. Bizni kitob chiqarishdan maqsadimiz hamma haq-huquqini bilib, shu kitoblardan foydalanib, o'zini yechilmayotgan muammolarini yechib olishga yordam bersin deb chiqarganmiz. Qayerda kimga qanaqa imtiyozlar borligini bilsin shular deb hamma joyga tarqatganman. Chunki ko'z ojizlar kitobni olib o'qigandan keyin o'zini haq-huquqini, o'zini himoya qilishni yaxshi nima etadilar. O'zini himoya qilib biladi o'sha kitob bilan. Ularga faqat yetkazib berib bilish kerak, tamom. Yetkazib berib bilsak, o'zlari u yog'ini davom ettirib ketaveradi. Agar ularga u narsani yetkazib bera olmasak, ular etolmaydi bu ishni. Asosiga muhtoj qatlami jumladan nogironligi bo'lgan shaxslarga qaratilayotgan yuksak e'tiborning isbotidir.